Kunlik to'lovi 36 ming so'mdan shunaqa eng zamonaviy ko'rinishda ishlangan spalni xarid qilmoqchimisiz? Mana hozir sizlarga chiroyli obzor qilib beraman. Xarid qilishga ulgurib qolinglar. Shkafning razmeri 2 metrga, balandligi ham 2 metr qilib ishlangan, 5 ta eshikdan iborat va o'rtasida oyna. Ichki ko'rinishlari ham juda ham qulay, vishelka, polka, hamma qulayliklari bor. Kravatini, matrasini razmeri bo'lsa 210 ga 170 qilib ishlangan, bosh tomonlari yumshoq matodan qoplangan bo'ladi. Ichida ortopedik yaxshi matrasni ham qo'shib beramiz, Xudo xolisa. Mexanizmlari keladigan bo'lsa, eng zamonaviy daochik mexanizmi o'rnatilgan bo'ladi. Rimosning razmeri 120 qilib ishlangan va oynasi hozirgi zamonaviy ko'rinishda dumaloq oyna va podsvetkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Kimga shu spalni kerak bo'lsa, tezroq ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar yoki kommentariyada plyus qoldirsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Naqdga ham va bo'lib to'lashga ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Eng hamyonbop va eng zamonaviy mebellar har doimgidek shart mebel.